Tolibon kuyovdan mahar talab qilishni taqiqladi. Putin kutilmaganda Tramp bilan uchrashish istagini bildirdi. Rossiya Hindistonga 30 million dollarlik zenit raketa komplekslarini yubordi. AQShdan ketadigan noqonuniy migrantlarga $1000 beriladi. Yevroittifoq Putinga Ukrainaga harbiy yordamni 2 barobar oshirish bilan tahdid qildi. Botir Qodirov yana jarimaga tortildi. Putin kutilmaganda Tramp bilan uchrashish istagini bildirdi. Kreml rahbari Vladimir Putin kutilmaganda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan shaxsan uchrashmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Biz buni zarur deb hisoblaymiz, dedi matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskov Putin va Tramp o'rtasidagi uchrashuv tayyorgarlikni talab qilishini ta'kidladi. Bu turli darajadagi sa'y-harakatlarni talab qiladi, deya tushuntirdi u. Moskva va Washington o'rtasidagi aloqalarni davom ettirish shart ekanligini qo'shimcha qildi. Tramp prezidentlikka kelganidan keyin AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar sezilarli darajada yaxshilandi. AQSh ma'muriyati dastlab Kiyev bilan janjallashdi va hatto Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatdi. Avvaliga Rossiya Washingtondan deyarli faqat tushuncha oldi. Iqtisodiy aloqalarni qayta tiklash hatto muhokama qilindi. Ammo Putin Amerika prezidenti taklif qilgan barcha o't ochishni to'xtatish rejalariga e'tibor bermadi. Hozir kuzatuvchilar Trampning sabr-toqati tugayapti deb hisoblashmoqda. U yaqinda tez sur'atlar bilan taraqqiyot bo'lmasa, Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarini to'xtatishni bir necha bor aytgan edi. Shu bilan birga Tramp urushining davom etishi uchun Rossiya tomonini tobora ko'proq mas'ul deb bilishini ochiq-oydin ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Vatikanda shaxsiy suhbatdan so'ng u hatto Kremlni ochiq tanqid qildi va Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qildi. Rossiya Hindistonga 30 million dollarlik zenit raketa komplekslarini yubordi. Rossiya Hindistonga taxminan 30 million dollarlik Igla-S qo'shma zenit raketa tizimlarining yangi partiyasini yetkazib berdi. Bu haqda India Today xabar qilgan. Ma'lum qilinishicha, tizimlar Pokiston bilan munosabatlardagi keskinlik fonida Hindistonga yetkazilgan. Ular allaqachon armiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalariga topshirildi. Hozirda qo'shma zenit raketa tizimlari Pokiston bilan ehtimoliy mojaro hududlariga joylashtirilmoqda. Ulardan samolyotlar, zarba beruvchi vertolyotlar va dronlardan himoyalanish uchun foydalanish rejalashtirilgan. Jurnalistlar ta'kidlashicha, Igla-S zenit raketa komplekslari Hindiston armiyasining havo hujumidan mudofaa tarmog'ida muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, Hindiston tezlashtirilgan tartibda yana 48 ta uchirish moslamasi va 90 ga yaqin Bushorat raketalarini sotib olish bo'yicha tender e'lon qilgan. Tolibon kuyovdan mahar talab qilishni taqiqladi. Afg'onistonning G'or viloyatida kuyovdan mahar talab qilish taqiqlandi. Bu haqda Tolibonning tegishli ko'rsatmasiga tayanib, HD Subh-Deo xabar qilgan. Ulamolar kengashi raisligi va fazilatni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish boshqarmasi og'ir maharlarni taqiqlovchi qaror chiqargan. Qarorga ko'ra, kuyov tomonidan kiyim-kechak va boshqa aksessuarlar talab qilish, shuningdek, hayit, Navro'z, chilla va boshqa tadbirlar munosabati bilan naqd pul yoki boshqa buyumlar olish taqiqlanadi. Tolibon G'or viloyati aholisi ularning buyrug'iga bo'ysunishiga umid bildirmoqda. Ta'kidlanishicha, bir necha kun avval G'or viloyatida Abida ismli qiz Tolibon jangchisiga majburan turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun o'zini yoqib yuborgan. Ushbu qaror aynan shu voqeadan so'ng qabul qilingan. Biroq Tolibon bu fojiali hodisaga hali izoh bergani yo'q. Tolibon rejimi ostida cheklovlar kuchayib borayotgani sababli afg'on qizlari va ayollari mamlakatda og'ir sharoitda yashashga majbur bo'lmoqda. AQShdan ketadigan noqonuniy migrantlarga $1000 beriladi. AQShni o'z ixtiyori bilan tark etgan noqonuniy muhojirlarga $1000 miqdorida stipendiya to'lanadi. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligi xabar qilgan. Muhojirlar o'z vataniga qaytishi bilanoq moliyaviy yordam oladi. Ular KBP Home ilovasidan foydalanib, mustaqil ravishda deportatsiyani amalga oshiradi. Noqonuniy muhojir ilova orqali o'z vataniga qaytganini tasdiqlagach, $1000 taqdim etiladi. O'zini-o'zi deportatsiya qilish AQShni tark etishning qonuniy muqobil usuli bo'lib, noqonuniy muhojirlarga immigratsiya politsiyasi bilan to'qnash kelmaslikka yordam beradi. Stipendiya narxini hisobga olgan holda, KBP Home'dan foydalanish deportatsiya xarajatlarini taxminan 70% ga kamaytirishi kutilmoqda. Hozirda noqonuniy muhojirni hibsga olish, ushlash va chiqarib yuborishning o'rtacha qiymati $17,000 ni tashkil etadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi xabarida. Dasturdan foydalanib Gondurasga boradigan muhojirlar allaqachon mavjud. AQShda dastur bo'yicha ketish haqida o'z ixtiyori bilan xabar bergan muhojirlar hibsga olinmaydi. Bundan tashqari ular kelajakda Qo'shma Shtatlarga qonuniy asosda kirish imkoniyatini saqlab qoladi. Tegishli tashabbus prezident Donald Tramp tomonidan ilgari surilgan. Yevroittifoq Putinga Ukrainaga harbiy yordamni 2 barobar oshirish bilan tahdid qildi.
Yevropa Ittifoqi va AQSh shu paytgacha Kiyevga yiliga 40 milliard yevroga yaqin harbiy yordam ko'rsatgan. Biroq bu mablag'larni to'g'ridan-to'g'ri Ukraina ishlab chiqaruvchilaridan arzonroq qurol-yarog' sotib olishga yo'naltirish orqali samaraliroq foydalanish mumkin, dedi mudofaa masalalari bo'yicha Yevrokomissar Andrius Kubilius. Uning so'zlariga ko'ra, bu aslida Ukraina xuddi shu 40 milliard yevrodan oladigan qurol hajmini 2 barobar oshiradi. Bunday usul orqali bizni qo'llab-quvvatlashimizning haqiqiy qiymati 80 milliard yevrogacha yetadi, deb yozdi Kubilius ijtimoiy tarmog'ida. Shu bilan birga Yevrokomissar Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida Ukrainaga yordam berish uchun yangi vosita borligini eslatdi. Qayd etilishicha, ular Kiyev uchun harbiy xaridlarni moliyalashtirish maqsadida mudofaa kreditlaridan foydalanishlari mumkin. Mana shunda kuch orqali tinchlik formulasi amalda chinakamiga ishlashi mumkin. Kreditlar bu Ukraina uchun kuch. Agar Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Vladimir Putinni urushni to'xtatishga qo'ndirmasa, bu amalga oshadi, deya ta'kidladi Kubilius. Botir Qodirov yana jarimaga tortildi. Abdusamid taxallusi bilan tanilgan shoir Shohruh Abduvohidov xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda muallifiy haqqini to'lamasdan she'rlarini qo'shiq qilgani uchun shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qilgan. Qayd etilishicha, shoir Shohruh Abduvohidovga tegishli Qizg'onaman, So'nggi nafasgacha, Sog'indim yomon hamda Dildora nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda muallifiy haqqini to'lamasdan foydalanganligi aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177 moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177 moddasining 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari miqdorida, ya'ni 3 million so'm jarima jazosi tayinlangan. Hindiston Pokistondan tovar importi va tranzitini to'liq to'xtatdi. Hindiston hukumati Pokiston bilan bog'liq har qanday tovarlarning importi va tranzitiga to'liq taqiq joriy etdi. Bu haqda Hindiston tashqi savdo bosh direktorining qarorida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, bu cheklov Pokistonda ishlab chiqarilgan yoki u yerdan eksport qilinadigan barcha tovarlarga, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita yetkazib berish holatlariga ham taalluqlidir. Bu qaror darhol kuchga kiradi va keyingi buyruqgacha amal qiladi, dedi bosh direktor Ajay Bhadu. Shuningdek, bu choralar milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'rilayotganligini ta'kidlab, faqat hukumat tasdig'i bilan ayrim istisnolar qo'llanilishi mumkinligini aytib o'tgan.